Qo'lingni ber. Senikini ham ko'kartiramiz. Ay, orvoti. O'chir. Chida. Nima qilyapsiz? Agar ertaga maktabga ko'kartirib borsak, adam urdilar deymiz. Keyin ular bizani adamdan olib qo'yishadi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Keyin oyimga berishadimi adabdan olib? Oyimga berishadi. Ber qo'lingni. Ay, orvoti aka. Chida. Nomingizga mikraqarz rasmiylashtirildi. Mablag' kartani ichida. Rahmat, sog' bo'ling. Sardor aka. Assalomu alaykum. Mohi. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Yaxshi. Qachon kelding chet eldan? Yaqinda keldim. O'zingiz qanaqasiz? Daryo yaxshimi? Uydagilar? Ha, Daryo. Yaxshi. Oyingiz, o'zingiz yaxshi yuribsizlarmi? Oyim o'tib qoldilar. Yo'q. Xudo rahmat qilsin. Joylari jannatdan bo'lsin. Eshitmagandim. Eshitmaysan albatta. Chet elda eding. Ha, shunaqa. Boladan nechta? Ikkita. Bir o'g'il, bir qiz. Qizim ismini Mohinur deb sen ismingni qo'yganman. Qo'ysizchi. Behazil. Hazillashmang. Hazillashayotganim yo'q. Voy. O'zingizchi, oying yaxshimilar? Yaxshilar, Xudoga shukr. Turmushga chiqdingmi? Daryoni yaxshi gapirmadingiz. Qanaqa u? Yaxshi yuribdimi? Charchamasdan ishlayaptimi? U bilan ajrashdim. Qanaqasiga? Hayot shunaqa ekan. Past balandda iborat. Menimcha, senga uylanmaganim uchun qarg'igansan. Shunaqami? Voy. Qo'ysizchi. Hazilingizam bor bo'lsin. Men hech qachon qarg'amaganman sizni. Baxtli bo'ling deganman. Daryo chunki mendan ham yaxshi qiz. Yo. Senda qasi yo'q. Qo'ysizchi. O'shasiz hali ham. Sen bu yerdan nima qilyapsan? Oyim ishlari bor ekan. Shu bo'yicha kelgandik. Uchrashuvga kirib ketdilar. Kutyapman chiqishlarini. Shunaqa-da. Hozir. Telefoningni yozib ber. Nima qilasiz? Yo. Eski davrlarni eslab gaplashib turamiz demoqchi edim. Mayli. Mana. Oilaga salom ayt. Ishqib, ismi hali ham Mohinur, o'zgartirmading. Qo'ysizchi. Mayli, ko'rishguncha. Xayr. Zamira. Ha? Senga kelishda uchrashuv xonasiga chiqarkansan. Oyimmi? Bilmasam, borsang ko'rasan. Voy. Daryo, Yaxshimisan? Qalisan? rahmat. Sen yaxshimisan? O'tir. Rahmat. Nega sendan xlor hidi kelyapti?